Bu safargi badiiy asarimiz Jon Boyning Yo'l-yo'l payjoma kiygan bolakay asarini tahlil qilamiz. Bu asar orqali asarning umumiy g'oyasi, asardagi qahramonlar va u yerdagi asarning syujeti haqida batafsil ma'lumotlarni berib boramiz. Buni tayyor biz kompyuterga qo'yib olganmiz. Shuni sizga bir qator aytib, barcha tahlilni siz bilan baham ko'ramiz. Demak, videoni oxirigacha ko'ring. Dastlab Jon Boyning Yo'l-yo'l payjoma kiygan bolakay romanining 2-jahon urushi davrida Holocaust fojiasi ikki bola do'stligi orqali tasvirlanadi. Asar urushni kattalar emas, begunoh bolalar ko'zi bilan ko'rsatishni aytib o'tadi. Asarning markaziy qahramonlari. Bruno 9 yoshli nemis bola. Juda qiziquvchan, sodda va beg'ubor. U urush, siyosat, lager nima ekanligini umuman tushunmaydi. Dunyo uning ko'ziga sarguzasht va o'yinlarga to'la holatda shakllanadi. Bruno orqali muallif urushning haqiqiy dahshatini bolalikning beg'uborligi fonida ko'rsatadi. U insonlarni millatiga qarab ajratmaydi, do'stlikni ham hamma narsadan ustun qo'yuvchi obraz sifatida gavdalanadi. Xo'p, Shumayl yahudiy bola. Konslager mahbusi. Bruno bilan tengdosh sifatida gavdalantiriladi. Ochlik, qo'rquv, xo'rlikning ichida yashaydigan obraz sifatida gavdalanadi. U Brunoning mutlaqo aksi bo'lgan hayotni kechiradi. Shumayl obrazi Holocaust qurboni timsolidir. U sokin, muloyim, juda ham sabrli obraz sifatida gavdalanadi. Xo'p, Ralf Brunoning otasi. Natsistlardan bo'ladi va ofitser. Shu bilan birgalikda lager boshlig'i hisoblanadi. U davlat buyruqlarini bajarishni burch deb biladi. Oilasiga mehribon ota bo'lsa-da, uning lavozimi minglab beg'ubor, begunoh insonlarni o'limiga sabab bo'ladi. U obraz orqali buyruq bajaruvchi inson fojiasi ko'rsatiladi. Elsie Brunoning onasi. Avval erining ishidan faxrlanadi, lekin vaqt o'tishi bilan lager dahshatlarini tushunib yetib, uni ichki iztiroblari asarning muhim psixologik qatlamini ochib beradi. Gretel Brunoning opasi, yosh o'smir qiz. Propaganda ta'siriga tushgan yosh avlod timsoli sifatida gavdalanadi. Avval oddiy qiz bo'lsa-da, keyinchalik natsist g'oyalarga ishonib qoladi. Pavel sobiq shifokor, lager mahbusi. Eng oddiy xizmatkor sifatida ishlashga majbur bo'ladi. Uning obrazi orqali urush insonning qanday xorlanishi haqida umumiy ko'rsatmalarni beradi. Kotler leytenant, ya'ni shafqatsiz harbiy. Natsist tizimining zo'ravon yuzini ifodalovchi, uning harakat lagerdagi qo'rquv muhitini kuchaytiruvchi obraz sifatida gavdalanadi. Voqealar rivoji. Berlin. Lager Brunoning otasining yangi lavozimi sababli oilasi bilan lager yonidagi uyga ko'chib borishi bilan tasvirlanadi. U zerikadi va yangi do'stlar topishga harakat qiladi. Panjara ortidagi ferma haqida eshitib qoladi. Derazadan Bruno uzoq odamlarning yashaydigan joyni ko'radi. Uni ferma deb o'ylaydi. Aslida bu esa konslager, ya'ni mahbuslar saqlanadigan joy edi. Shumayl bilan uchrashuv. Bruno panjara yonida Shumaylni uchratadi. Ular har kuni uchrashib, suhbatlashadigan do'stlarga aylanishadi. Ikki dunyo qarama-qarshilik yuzaga keladi. Bruno yaxshi ovqat yeydi, Shumayl esa och qoladi. Bruno erkin, Shumayl esa qamalgan holatda tasvirlanadi. Lekin ular buni tushunmaydi. Ularga faqat do'stlik kerak edi. Pavel Brunoga yordam beradi, lekin leytenant tomonidan kaltaklanadi. Bruno ilk bor shafqatsizlikni ko'radi. Ko'chib ketish qarori. Onasi lager dahshatini tushunib, ko'chib ketmoqchi bo'ladi. Bruno Shumayl bilan xayrlashishdan oldin uni topishga yordam berishga qaror qiladi. Eng dahshatli qaror. Bruno lager kiyimini kiyib panjara ostiga o'tadi. U do'stini yolg'iz qoldirmoqchi emas edi. Fojia. Ikki bola gaz kamerasiga olib kiriladi, ular qo'l ushlashib turadi va biriga halok bo'lish holati kuzatiladi. Mana ko'ryapsizlarki, mana shu yerda lagerning boshlig'ining o'g'li ham do'stlik uchun kameraga kiradi va gaz hidi oqibatida halok bo'lishadi. Bu do'stlikning eng yuksak namunasi hisoblanadi. Asarning asosiy g'oyasi. Urush begunohlarni o'ldiradi. Nafrat bolalikka qarshi jinoyatdir. Insoniylik chegarasiz bo'lishi kerak. Xulosa, roman bu urush haqida emas, roman bu insoniyatni yo'qotmagan bolalik haqida yozilgan roman edi. Bundan boshqa barcha badiiy asarlarni ko'rish uchun Instagram sahifamizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizlar bilan Abdusaid Abdufattayev bo'ldi.